Assalomu alaykum, hurmatli Bag'dodliklar, Bag'dod xalqi. Biz 10tur kompaniyasini ochdik. Xudo xolasa, hurmatli Bag'dodlik shofyor akalar kelib ulanishlari mumkin. Klientlarimizning murojaatlari ham shu yerda qabul qilinadi. Biz rasmiy ofisimizni xudo xolasa bu yoq Muz tomondan kelish, bu yoq esa sentrdan kelish, Bag'dod sentrdan kelish. Bu yo'l masjid yo'li. Ro'paramiz Agrobank. Xudo xolasa masjid yo'liga kirganlaringda o'ng qo'l tomonimizda biz rasmiy ofisimiz ochilgan. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana kastovarlar. Rasmiy ofisimiz o'zi asfaltdan ham yaqqol ko'rinib turibdi. Bemalol sentrdan kelishinglarda ham, Muzdan kelishinglarda ham mana 10tur rasmiy ofisimiz xudo xolasa ish faoliyatlarini boshlagan. Bemalol kelib shofyor akalarimiz ulanishlari mumkin. Shofyorlarimiz mana ish faoliyatidalar. Xudo xolasa biz xizmatinglardamiz, xizmat qilishda charchamaymiz. Eng arzon sifatli komfort mashinalar sizlar uchun xizmat qilib berishga tayyor. Ulanmoqchi bo'lgan shofyor akalarimiz manzilimizni tushuntirdik. Yana bir bor tushuntirib o'tamiz. Katta asfalt sentrdan kelish, bu yoq Muzdan kelish, Agrobank ro'parasi. Kelib bemalol murojaatlarni qabul qilamiz. Foydalanishinglar mumkin. 10tur kompaniyasi sizlarga sifatli xizmat qilishdan charchamaydi.